qolganlar hammasi o'z joylariga egallab olsa, o'yinchilarga talab qilmaymiz. Haqqoniy ravishda bowling o'ynaymiz. Birinchi nuqtada har bitta yo'lakda 7 tadan ishtirokchi, umumiy 42 ta ishtirokchi qolishi kerak. Ikkinchi etapda esa 81 ta o'yinchi ishtirok etadi. Har bitta jamoada ko'proqdan o'yinchi bo'ladi. Hozir 42 ta o'yinchi o'z joylariga egallab olsa bo'ladi. Men boshqa bo'yicha ro'yxatdan aytaman, siz esa o'z joyingizga egallab olasiz. Birinchisi Andijon viloyati 6 ta ishtirokchi. Andijon 6 ta hamma tayyor. To'g'rimi? Kiyimlar kiyilgan tayyorsizlar. Xo'p, ikkinchisi Buxoro 6 ta ishtirokchi tayyorsizlar, o'z joylariga egallab oldinglar. Yaxshi. Uchinchisi Farg'ona tayyor. To'rtinchisi Jizzax 6 ta ishtirokchi qani. Qolgan iltimos Saroy quruvchi qo'yasizlar. Xo'p, keyingisi Namangan viloyati kim bor? 6 ta ishtirokchi oyoq kiyimda kiyilgan, yaxshi. Keyingisi Navoiy bor. 6 ta ishtirokchi hamma o'z joyiga egalladi. Oxirgisi Qashqadaryo 6 ta ishtirokchi qani. Shu tasavvur. Qolganlarga rahmat, keyingi etapda ishtirok etasizlar. Demak, hamma ism shartlari yozildi, tekshirib oldinglar. 7-si. Bunisi ishlamayapti. 6 ta o'yin o'zi. 6 ta o'yin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ta emas, 6 ta. 7 tadan, yo'q, 7 ta yo'lak 6 tadan ishtirokchi, to'g'rimi? 4, 5, 6, 7. Bunisi kerak emas, 8-si bu. Ya, ismini tekshiraylik, ismiga to'g'rimi? Hop, bitta 8-chisi qoldi, ismini o'zgartirib bersangiz bo'ldi. 8-chi yo'lak. Qashqadaryo viloyatiniki. Bitta ishtirokchi bor, ismlarini aytib kelsalar, hammasini o'zgartirib berishadi. Qolgan hamma viloyatdagilar ismingiz to'g'rimi? Shartlar noto'g'ri kelishmovchilik, noto'g'ri tushunish yo'q. Bitta sizniki bor. To'g'rimi? Administratorlarimiz aytamiz. Ikkinchisi Baxtiyor aka otlarini to'g'ri bering. 4-darajada noto'g'ri yozilib qoldi. Baxtiyor aka deb yozib bersangiz bo'ladi. Qolgan hamma ismlari to'g'ri. 8-yo'lakka kiritib qo'ysangiz bo'ladi. O'yin shartlarini tushuntirib o'tamiz. Bitta eslatma sifatida bunda hamma bowling o'ynagan, tosh urib turayotganda yoningizda odamga ehtiyot bo'lasizlar. Devorlarga, monitorga, boshqa joylarga ehtiyot bo'lasizlar. Agar qanaqadir bir nosozlik kuzatilsa, sразу administratsiyaga emas, to'g'rilarga javob. Qashqadaryo chiqish kerak edi. Qo'qonliklar, kelinglar. Qani qo'qonliklar? Qashqadaryo keyingi etapda ekan. Qo'qon chiqar ekanmiz. Qo'qonliklarning ismlari yozilgan. Qayerdasizlar aka? Qani qo'linglarni ko'taringlar. Qo'qondan kelgan ustalarimiz, qayerdasizlar? Bo'ldi, o'zgartirishyapti. Qashqadaryo o'zi o'ynaydi, o'zgartirishyapti. Qashqadaryo qoldi o'zi. O'ziga o'ynashanda ismlarni o'zgartirib qo'ysak bo'ldi. Hop, o'rtoqlar, birinchi etap 7 ta jamoa, har bitta jamoada 6 tadan ishtirokchi bor. Har bitta ishtirokchi 10 tadan ko'proq turadi. Bu narsaga alohida ahamiyat berasizlar. Sizlardan keyingi etapda ham bir qancha jamoalar ishtirok etishadi. Umumiy 14 ta jamoa orasidagi eng ko'p ball to'plagan jamoa birinchi o'rinni egallaydi. Ikkinchi, uchinchi o'rinlarni egallashadi va har bir o'rin egallagan uchun alohida sovg'alar bor. Lekin undan tashqari g'olib bo'lmagan jamoa bo'lsa-da, lekin yaxshi strike o'rgan, ketma-ket yaxshi natija qayd etgan ikkita ishtirokchini tanlab olamiz. Ya'ni eng ko'p ball to'plagan jamoa sifatida emas, shaxs sifatida ikkita birinchi va ikkinchi o'rindagi insonlardan tanlab olib, ularga ham alohida yana sovg'a beriladi rahbariyat tomonidan. Shuning uchun aksiya bo'lasizlar,
startlarda o'yinlarni sizlarni qo'llangan bo'lsa, biz tayyormiz. Tayyormi? Demak, hamma jamoalar tayyor, o'z joylarini egallab olishdi va biz rahbariyat ruxsati bilan start beramiz va boshlaymiz. Chalinglar tavsiyalarni balandroq qilib. Tayyor bo'lsanglar, katta 1, 2, 3, start boshladik. Hamma jamoalarga omad tilaymiz. Ketdik, toshlarni o'tirishni boshlaymiz. Hammaga omad yor bo'lsin. Toshlarni uloqtiramiz. Birinchi etap va birinchi ishtirokchilar asta-sekin bilan toshlarni uloqtirishni boshlashdi. Aktiv ishtirok etamiz. Eng ko'p to'plagan jamoa. Birinchi harakat qilishingiz kerak va qolganisi o'yinchilar orasida